Odamlar ikki toifa bunda. Kimdir yutyapti, kimdir yutqizib bo'lgan. Yutganlar mana shu tushunchaga ega bo'lgan odam yutuqdaligini o'zi his qiladi. Demak, odam Alloh bilan yashayotganligini his qilsa, bu odam yutuqda degani. Ana bu g'alaba yo'lida bu odam degani. Agarda bu odam Alloh bilan bo'lmasdan dunyo hayotiga rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bo'ldi, bu odam yutqizdi degani. Mana shu tushunchani tushunmaganlik uchun ham odamlar ba'zan aytadi, taqsir deydi, men farzandimni dunyoviy o'qishga kirgizmoqchiman, hozir kompyuter o'rgatmoqchiman yoki tijorat masalan boyib, to'g'rimi? Masalan islomga xizmat qilsa qanday yaxshi. Masalan hozir mana musulmonlar hammaga pul kerak, mana hamma qarz qiynalib yuribdi, yo'q bu yoq deyiladi masalan. Asosan musulmonlarning qiynalib yurganligi, yutqizganligini sababi bu ularda dunyo ilmini bilmaganligi yo kompyuterni yo ingliz tili yo xitoy tilini yo rus tilini bilmaganligi emas. Bular Robbisini yo'qotganligi uchun qiynalib yuribdi. Allohdan uzoqlashib ketganligi uchun qiynalib yuribdi. Endi Allohdan uzoqlashgan xalqni ularni holatini siz gapiring, to'lib ketadi, kitob tugamaydi. Hozir musulmonman degan odamlar qizlarni Xitoyga erga beryapti masalan. Ya'ni bu deganiki, mana shu bitta holatni o'zi jamiyat chirib bitdi bo'ldi degani. Xitoyga erga teyaptimi bitta muslima qiz degan muslima jamiyatning qizi unga qarab o'tiribdimi, masjid imomi, mahalla, boshqa hamma tomosha qilib o'tiribdimi, jamiyat chirib bitdi degani. Bu mumkin emas bo'lgan narsa, hech qachon mumkin emas bo'lgan narsa bo'lyapti. Va odamlar chapakcha olib kutib olyapti ularni. Chapakcha olib kutib olyapti, ularga kelib mehmon qilyapti, ularni hurmatlayapti, yer beryapti, uyini sotyapti, joyini sotyapti, hamma narsasini beryapti o'shalarga. Mana bu narsa, ya'ni bu yutqizish degani shu. O'g'lini kompyuterga o'qitdi, ingliz tiliga o'qitgan bilan o'qib ertaga mashinaga o'xshagan odam bo'ladi. Bitta oddiy Xitoydan, oddiy o'risdan bir farqsiz bir bola katta bo'lsa bolangiz, uni boyigani-yu, uni nimani o'zgartiradi? Hech nimani o'zgartirmaydi uni. Eng katta misollardan qiyinchilik kelgan paytda odamlar kimdir bitta holatni boshqacha ko'rsa, kimdir bitta holatni boshqacha ko'rar ekan. Buni Alloh taolo bizga Xandaq g'azoti kunida yaqqol ko'rsatib berdi Qur'onda. Ya'ni ahzoblar kelgan paytda, ahzob deganda butun kofirlar, Quraysh, G'atafon, atrofdagi kofirlar hammasi yig'ilib Madinani shundoq o'rab keldi. Bu yoqdan Bani Qurayza ahdini buzib Rasulullohga qarshi turib oldi hammasi. Hammasi bitta kamondan o'q otib turgan paytda. Ana shu paytda mu'minlar bularni ko'rganda falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adanallohu va rasuluhu. Mu'minlar ahzoblarni ko'rgan paytda, ahzob mana shu jamoatlar hammasi yig'ilib kelganligini ko'rganda, mana shu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa shu, va sadaqallohu va rasuluhu, Alloh va rasuli to'g'ri gapiribdi ekan, va ma zadahum illa imanan va taslima. Bu holat ularni faqatgina iymonini va Allohga taslim bo'lishini ziyoda qildi. Shu holat bo'lmasa, holat juda ham qiyin holat. Ya'ni Xandaq g'azoti alohida bir dars hammamiz uchun. Juda ham qiyinchilik holat. Ya'ni Xandaqni bir necha kunda qozib bitirish kerak. Bu bo'lib ham necha kilometr joy. Ana shu joyda ot o'talmaydigan, piyoda o'talmaydigan qilib, bu yog'i 3,5-4 metr eni. Bo'yi ham bir 3 metrdan ziyod bo'lish kerak. Yana bilasizlar, Madinani turpoqlari qanaqa? Asbob uskuna qanaqa holatda? Ocharchilik, ovqat yo'q. O'sha paytlar Rasululloh oshqozonlari achiganligidan tosh beylab yurgan paytlari shu paytlar bo'lgan. Ana shu, ham yana vaqt juda qisqa. Ana shuni tezroq qozib olish kerak. Ulgurdi musulmonlar. Va bular kelyapti kofirlar. Kelib shundoq Xandaqni ustiga keldi hammasi. Orada 4 metr masofa bor. Ya'ni bitti, Madina bitti degani shu. Ba'zi odamlarning xayoliga bo'ldi, tugadi hamma narsa deb tushungan. Mu'minlar bo'lsa, Alloh va rasuli to'g'ri aytgan ekan deyapti. Munofiqlar bo'layotgan bo'lsa, ba'zilar aytadiki, bu Muhammad sizlarga Kisroni boyligini va'da qilyapti. Sizlarga Rumni boyligini va'da qilyapti. Hozir hojatxonaga ham bora olmay qoldik-ku, qanaqa ahvol bu deyishni boshladi.
Bitta holatda ikki xil odam, holat bir xil, lekin odam ikkiga bo'linib qolyapti. Bitta odamlar iymoni yana ham ziyoda bo'lib ketyapti. Bir odamlar bo'layotgan bo'lsa, tamomiyla batqoqqa kirib ketyapti. Nimadan bu? Bu mana shu biz aytgan hozirgi tushunchani yo'qligidan. G'alaba degani nima degani? G'alaba degani dushmanni bosib olish degani emas bu. G'alaba degani dushmanni bosib olish degani emas bu. G'alaba degani farovon hayotga chiqish degani ham emas. To'g'ri, bu g'alabani bir ko'rinishi. Lekin haqiqiy g'alaba degani inson haqda turishi, jilmasdan haqda turishi. Bu bir o'zingiz bo'lsangiz ham, xuddiki Ibrohim alayhisalom o'tga uloqtirilgan paytdagi holati haqiqiy g'alaba mana shu. Hech nima qila olmadilar. Oxiri chidolmaganligidan, hujjat topib olmaganligidan Ibrohim alayhisalomni o'tga otishga ular qaror qildi. Otdi ham, lekin otsa ham yonmadi. Alloh mana shunday yordam beruvchi zot, xohlasa yordam beradi. Mana shunday, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eshigiga kofirlar kelib turgan joyda qanday Rasululloh chiqib ketib, hammasini boshiga turpoq sepib chiqib ketyaptilar. Bu deganiki hammang xor bo'lding degani. Haqiqiy g'alaba olim odam. Agar haqni to'ppa to'g'ri aytilsa, bu odam mansur, Alloh nusrat bergan shaxs mana shu odam bo'ladi. Agar kimnidir rioyasini qilib turib, chiqib olib turib, chaynalib o'tgan bo'lsa, bilingki bu odam mag'lub bo'ldi degan. Bu tamom bo'ldi bu odam degan. Alloh asrasin o'shanaqangi holatlarda. Ya'ni haqiqiy g'alaba inson haq kalimasini baralla ayta olishi, haqqa baralla amal qila olishi. Agar u odam mansabdan bo'shab ketsa ham, moli mulkidan ajralsa ham, yoki qamalsa ham, yoki o'ldirilsa ham. Ana shu haqiqiy g'alaba, Alloh taoloning bergan nusrati sizga Alloh taolo qiyinchilikni berib va o'sha qiyinchilikka bo'lgan tushunchani va o'shanga bo'lgan sabrni Alloh berdimi, bilingki Alloh sizga yordam beryapti degani. Siz mansur, yordam berilgan odam sizsiz. Aynan Alloh sizni tanladi. Demak, xulosa shuki, odamlarga bu qiyinchiliksiz, bu bo'lmaykan hayot, bu sunnati, bu sunnatni biz qabul qilishimiz kerak. Va mana shu paytda odamlarning holati ikkiga bo'linadi. Kimdir bu qiyinchilikni yutqizish deb qabul qiladi, bo'ldi deydi, hamma narsa deydi. Mana shu tushunchani orqasidan juda katta narsalar kelib chiqadi. Agar odam bo'ldi deb qo'yib yuborsa, bo'ldi, hamma narsa tugaydi. Hozir ko'pchilik odamlarning fikrida bo'ldi, biz yutqizganmiz degan narsa xayolga kelib bo'lgan. Hech narsa qilib bo'lmaydi degan. Hatto ahli ilm bo'lgan odamlar hech narsa qilib bo'lmaydi. U shunchalik ular hamma narsani biladi. Qo'lingizdagi telefon ham sizni qaydaligingizni ko'rsatib turadi, ham ovozni eshitib turadi. Eshittursin, yaxshi emasmi ovozni eshitib tursa? Qayta ovozni eshitsa bir qalbiga bir narsa kirib qolar. G'oyibdan qo'rqqanday ulardan qo'rqish, sizni qaydaligingizni bilaversin. Bilsa nima qiladi desa, o'ldirib yuborish mumkin. O'shani haqida so'rayapsiz-ku, siz shahid bo'laydi. Siz o'shani so'rab yuribsiz-ku, Allohdan shahid bo'lish so'rab yuruvdingiz. Nima zarar bera olishi mumkin deb o'ylab qarasangiz. Hatto ahli ilm bo'lgan odamlar ham bu narsada bo'ldi, tugadik degan tushunchaga kelib qolgan. Bunday emas. Buni bu yoqqa qo'yingda, Alloh taoloni siz mana shu tushunchani tushungandan keyin Qur'onni o'qing. Qur'ondagi bir necha misollarda biz bu narsani ko'rishimiz mumkin. Hozir suhbatimiz bitta o'sha hijrat kechasidagi voqea haqida aylanyapti. Bundan tashqari bir qancha holatlar, shaxslar, hatto o'zingizda hayotingizda ham bu narsani bir necha marta ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Allohning nusratini, Alloh yordam berganligini biz nechta eshitdik buni. Shuncha jamlanib nima qilsa ham qamab bir narsa qila olmadi ba'zi shaxslarni. Haydab yorib bir narsa qila olmadi. Oxiri o'ldirganlari bo'ldi. O'lib ketdi u deb. O'sha o'ldirganlar o'zlari hammasi o'lib ketdi, ular ham. Ikkosi ham o'ldi, lekin u qayerga ketdi, bu qayerga ketdi. Agar odam o'lgandan keyin jannatga kirsa, u yutqizdimi u? O'sha u odamni qayta yetadigan joyga tezroq yetkazgan bo'ladi bular. Ana bu mo'min odam uchun, har qanday holat mo'min odam uchun yaxshi. Rasululloh buni ajib deb aytdilar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr. Mo'minda hamma ishi yaxshi, uni ishlarini hammasi mo'min uchun yutuq. Agar unga yaxshilik yetsa, sabr qiladi, shukr qiladi, bu yaxshilik. Agar qiyinchilik yetsa, sabr qiladi, bu yana yaxshilik. Bu faqat mo'min uchun bo'ladi degan.
Alloh subhanahu va taolo hammamizni mo'minlardan qilsin. Qalblarimizni o'zi ochsin. Alloh taolo tushunchalarimizni to'g'rilasin. Alloh bilan yashaydigan haqiqiy mo'minlardan qilsin hammamizni. Alloh taolo biz bilan birgadir. Innalloha ma'ana deydigan ilmni Alloh taolo bersin, foydali ilm bersin. Firdavs jannatlarda nabiylar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan hammamizni birga qilsin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.